Bunaqada 3000 ertalabdan kechgacha pul topadi, 3000 ga keladi, yotadi-ku. Qizlarimizga bunday qiladi-da endi. Ustimga chiqib bering, yo bunday keyin o'pishak, u bu desa nima deb qo'yadi? Og'zi sasiydi. Nimangizga o'pishaman deydi. Men aytaman-da, sen bunday bitta xonaga kirib o'zingda hidlachi, u xuddi o'zingga amingda hidi shirindi. Uni-yu ro'zador odam dedim. Ro'zada hammani og'zi sasiydi-da. Конечно. Nima deydi? To'g'risida ro'zador boy odam og'zi sasiydi. Ertalabdan kechgacha ovqat yemay yursin-chi nima bo'ladi? Shunda ham kelib pul berib ketyapti bu to'taqlarga. Ularning orasida o'zim ham bor. Aytasiz, Lublinodaman. Kecha bitta klient bilan bitta qiz urushib ketdi, deng, Ali. Men aytaman, nima urishding desam, ustimga chiqib bering dedi-da, harom, men chiqmayman ustiga dedi. Zo'rg'a bo'lgan bolangni tushadim dedim. Ali, siz qo'tag'ingizni uqalab o'tiribsizmi? Boryapman degandingiz. Chiqqan odamga ham men ham aytmayman, ha, qo'taq deb. Qo'tag'ing bormi deb. Tova qildim, tova. Ha, am dedi. Ey. WhatsApp nomer tashlab qo'ying, keyin sizdan bir narsa so'rayman. Tashladimi? Nima so'raysiz? So'ravering. Minnet qilmayman, baribir so'ramang. Siz qayerliksiz? Qoravoy. Vodiydan Farg'ona, Qo'qon. Mana shunaqa nimaga bunaqa qiladi, bilasizlarmi? Men hech shuni tushunmayman. Onangni amiga kir, qo'taq. Tormaysanmi? Popni deydi. Ay, pidaras idin naxoy turmagan qo'tag'ingga iskay, ko'tingdan tiqib og'zingdan chiqarib olay straponimni dalbayib ipa. Adres bering deydi. Menga kelganlarda hammasi shaqillatib, hamma yog'ini tashab keyin yalang'och bo'lib keladi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Aka, qanday turibman, kim yalab olar ekan deb, lekin hech kim kelib yalamayapti. Ha, ro'za chiqsin keyin yalashadi, hozir ro'za-yu. Yo, bugun ham kelib yalab ketdi, yana yalasin deyapti-da, kelmayapti ikkinchisiga. Ay. Voy bila. Yoqqan bo'lsam kengdan bir sikish bor ekan. Ko'zlarini qarang, qoshlarini qarang. Ko'rsangiz, go'zalligini qarang. O'lib toraytirib qarab yuraman, birov kelsa, hidi chiqib qolsa, ko'ngli aynib ketmasin. Men o'zimni sevaman. Shoulderni yuvasizmi, amida? Yo'q, dezodorantlari bor. Sepib, unaqa qilasizda keyin yuvasiz. Qo'ltiqib. U sepganda achishmaydimi? Men Allohga shukr. Birinchi olib ishlatganimda yomon aytdim-da, yomon achishadi. Kim bu nimaga achishadi desam, mikroblar o'ldirar ekanda. 75 kilo siz deydi, ha, 75 kilo. Haliga bo'ladi-ku, uni qilib olib turib, yuvasiz, keyin anaqangi bor. Anaqang tamponda bunday tiqib olasizda. Menga klient toparmikan, mama roza bo'larmikan deb o'tirdim, o'lsin endi. Mama rozadan qurib qoldim. Bu aytadi, mama roza topinglar menga. 22 santimetr. Patent to'lash kerak. Amimda yeysiz shu joyga. Osilib ketgan amimda og'zingizga solib qo'yaman, yeysiz siz. 22 santimetr bo'ladimi deydi. Qo'tag'imni yeysiz. Menda ham bor unaqangi 22 santimetrlik strapon bor. Neger kecha kuni neger keldi, neger. Men Amerikami, Afrikami nima deydi bu yingami? Shunaqa men qabul qilaverasanmi? Meni hamma sen neger ekansan qabul qilmayman deyapti deydi Hoji aka. Hammaniki o'ziga katta ko'rinadi. Shu keyin kelaverdi. Pidarastika turganda o'zida muncha. Men aytdim, yigirga qalampirga o'xshab qolibsan dedim ichimda. Qalampirga chiqsachi, aka mikrobni o'ldiradi, achdi. Qayerda turasiz? Lublinoda. Eski
boradi, hech qaysini kelmaydi. Mana bittasi ham hozir Ali ham bo'ldi. Nomering tashlab qoraman deb, men shu chaqda ham kelgani yo'q. Yana nima deydi? Men birov so'rayman deydi. Bir kun bittasi nima deydi? Jon, borsam bo'ladimi dedi. Ha dedim, keling dedim. Nima deb qo'yadi? Meni birinchi borishimda o'z o'rgatasizmi dedi. Idin nahoy dedim. Bor dedim. O'rganmi? Unaqa birinchi O'zim o'rganib, o'zim chiqqanday gapda. Soat qancha? Hayot aka, turmagan o'tamizga. Bir kuni deng, shuning uchun bigodek klientni olgim kelmaydi-da. Ancha-muncha detskiy panyatkalar bor-da deng. Короче, bitta akani chaqirdim. Kecha urushib so'kishdi-ku. Keldi, hop dedim, indamadim. Birinchi kuni keldi. 20, esizdami? 20 ming beraman, hozir boryapman, hozir chiqyapman dedi-ku. Ha. Eferimda do'mba bitta bola. Ha. Shu keldi. Birinchi keldi, ana qildim, 10 ming berdi. 2 soat qolaman dedi. Ha, bo'p dedim, 2 soat qol dedim. Keyin aytdiki, shu 1-2 soat ko'ramanmi, yo'qmi, ana qilaman, gaplashib o'tiraylik, ichib chekib dedi. Ichib chekib o'tirmay dedim, lekin o'tir dedim, mayli, gaplashib, badosh o'tiramiz dedim. O'tirdik. Keyin shunaqangi asabim buzdi, buvingni amiga sizga. Birinchi kuni ham o'zi buzdi asabimni. Bo'ldi, shuni cho'rniylab tashlayman dedim. Cho'rniylab tashladim. Boshqa nomerdan qildi. Keyin men haligi joyda asabim buzdimi, cho'rniyladimmi, keyin boshqa nomerdan qilib kelmadi. Biz qarach ko'chadan kelayotgan bo'lganmiz, u kelibdi. Keyin men aytdim, nima keldi dedim, men sizni cho'rniylab tashladim desam, sen yaxshi ko'raman, bilasan, uyi buyi dedi. Keyin 11dami, 12da keladi, to'rgacha o'tiray, 10 ming beraman dedi. Keyin men aytdim, dalboyobmisan dedim. Har safar 2 soat qo'shtirar ekan, o'zi 10 mingina puling bor dedim. Desam, bo'pti, odam kelsa olib turaversa men chiqib turaman dedi. Ha, bo'pti unda dedim. Odam ustiga odam ishlayveraman dedim. Oldin mana quvg'im og'rigandan yoqmasdan itarib tashladim. Hozir yana deydigan bo'lganman. Keyin sikishni biladigan odam bilan ham yotsangiz boshqacha, sikishni bilmaydigan odam bilan yotsangiz ham boshqacha-da. Meni ana tanishlarim kelib qolib, bu bardonni men demasa bo'ldi. Hozirgilar biladi, baribir internetda ko'rib ham. Yo'q, hozirgilar cho'chaqdi biladi. Cho'chaqdi biladi, aka. Kelib oladi, ishoning o'qlab keladi, bor, mana shunday o'qlab keladi, turgizdirib olib, keladi, bung deb oladi. Bung deydi, bitta-bittani sikatda yotadi. Men aytaman, yotgani kelganmisan, qo'tog'ingga sikay, tur deyman. Sizdan so'ramay, kayf qildik. Faqat o'zini ishini bitiradi, turib ketadi. Men aytaman, ayol kishini kayf qildirmasa, qanday erkak kishini kayfi keladi? Eshiting, men bitta klient bilan yotganman. Addushi yotardik boru. Keyin uni o'zi ham muomalasi boshqacha edi-da. Addushi yotardik. Keyin ana nima dedi? Kak yotganmiz. Haligi zalotoy dojdik qilishadi-yu. Kak ana shunday qilib yotganmizda, ishoning shunaqangi yotganmiz, o'z zalotoy dojdik qildi deb o'ylaysizda. Shunaqangi bo'lgan, o'zi ham kulib yoradi-da. Aytadi, "Buyingdan sendan boshqaga ona qilmayapman. Yaqinda uylanyapti, to'yga aytgan." Men aytaman, "Erimni olib qo'yding, kundash deb boramanmi?" deyman. Bir xilga odamchi yotganda kak jalabga muomala qilganday qiladi. O'sha qiz o'zini olib qochishni boshlaydi. Masalan, bunday keladi, masalan, minnet qilmayman desangiz, ona qilmaydi-da. Bunday qarab olib turib nima deydi? Rostdan minnet qilmaganmisiz? O'pishsa bo'ladimi deydi. Keyin bunday men qarayman-da, rostdan amyalamaganmisiz deyman. Nima deganingiz deydi. Ha, siz nima deganingiz deyman. Keyin ona qilib muomalasi o'zgarib, "Voy jonim, u bu" deydi. O'zi qiladigan odam o'zi yozib qo'yadi-da, masalan, rezinkam muncha, bez rezinkam muncha deb. Yo'q, hamma narsa zapret qilib qo'ysangiz ham, ona sheriklarimizga ham yozadi-da. Anal qilib beravermaysizmi? Qo'shib beraman. Dalboyob deyman-da, buyingni. Detskiy panyatga ko'p. So'rash kerak. Ha, onandaqangi bo'lish kerak. Anal qilganmiz, hayotingni so'rash kerak-da. Men o'zim tushunishimcha ko't odam og'zi bilan ko'tiga qiziqadi. Ko't. Haqiqiy ko't erkak og'zi bilan ona qiladi. Masalan, men o'zim farishtaman demayman, men o'zim shu ishda yurgandan keyin prosta hamma yotishda ham qonun qoidasi bor-da. Aka, men xuyet qildim borib, короче, protsutkalardan onasiga kirdim deng, endi qiziqib.
Menga hamma aytadi, imchimni saytga kirib ishla, zo'r ishlaysan. Men yozdim endi, haligi dalba yo'q. Dalba yo'qda men ham dinga, haligi aytsa qilaveribman. Kirdim, yozdim. Yozsam aytadiki, endi ana bilan yozishdim-da men. Bot bilan. Bot qo'yib qo'ygan ekan-da, anaqa. Keyin Здравствуйте, dedim, здравствуйте dedi. Что вам нужно dedi. Что поможет dedi. Keyin men aytdim, naprotiv sutka na reklamaga qo'ymoqchiman dedim-da. Desam keyin menyu dedi, короче. Press dedi. Keyin tashlab bersam, ishoning, hali bot kulyapti menga. Bot narxini ko'r dedi. Qizlar narxini ko'r dedi. Keyin dedi, ana qil dedi. Nima deydi? Привет dedi, привет. Usluga bilan sen ishlama dedi. Zo'rmi? Nimalar? Bonu deb yozib qo'yganman. Druk va kurga kirib, Lublino metro Bonu desangiz chiqadi. So'rama bor. Shunaqangi u menyu bilan bo'lmaydi seniki dedi. U menyuingda dedi, ko'tingga tiqib olgan dedi. Borib dedi, bironta yaxshi er topib, mana shu eringga yegizdirib yurgan dedi. Bu bo'lmaydi, seni menyuing tur yo'qol dedi. Короче, bunaqangilar bor ekan. Men endi birinchi marta eshitishim. Gaspaja bor ekan, majburlab amyalatadigan bor ekan. Keyin og'zlariga tupurib xo'rlab amyalatadigan gaspajasi bor ekan. Straponda urib yurib chiqadigani bor ekan. Ularni men bilmaganman-ku. Keyin qizniki bor ekan, qarang. Rezinka bilan mineti bor ekan, bez rezinka mineti bor ekan, dolga minet bor ekan, keyin og'ziga bo'shanishi bor ekan. Men pizdes qo'yib qildim. Yo'q, menga emas ekan dedim. Chiqib ketdim. Menga kerak emas ekan, u programma dedingizmi? Aka, bilasiz, men yomon ko'raman unaqangi narsalarni. Qizlar qilgan taqdirda o'zida ham bekor qilgan ekansan, o'rtoq shu ishni desam, endi ishlashim kerak-ku, ras kirgandan keyin ishlab chiqishib ketishim kerak dedi. Uyatsiz dedi. Uyatsiz. Siz o'zingiz qanaqa ishlaysiz? Men Siz qanaqa ishlaysiz? Обычный. Shunday amam ochib beryapman. Qarayib ketgan amamga ko'ring. Endi raketga qiladi bo'ldi, shunday yotadi bo'ldi, tamom. Zo'rmi? Lekin endi kelib bilsangiz bilasiz-da. Qancha soatda nervi ne? Turmagan qotag'ingizga skay. Men hayotda efirda aytmaganman. Qancha usluga. Nervi ne? Turmagan qotag'ingizga skay. Temur aka, agar ishoning qo'tag'im bo'lganda shunday telefondan chiqib bo'lsa ham skip qo'yardim. Hozircha avjiga chiqib yotibdi. Biron kun boraman. Ozgina bo'shasin qo'llarim. Aka Zaybol, o'zi lekin klientlar ham aytayapti, shu rozani tutib olaylik, endi hech bo'lmasam rozada ozgina dam olaylik dedi. Turmagan qo'tag'ingga skay dedim. Shohjahon aka, menga faqat quruq qo'taqlar keladi-yu. Qani men ham plan yopsamda amligimni kamroq qilardim. Baribir ona domdan olsam, angrendan olsam, ayamda etagin tagida bo'laman Zaybol qiladi. Kelaverib. Bitta Toshkentdan uyda olaman deb deyapman. Chotki bir seksualniy qilib, ona tepalariga oynaklar bilan qilib, spalniyni qilaman-da. Bitta o'zim yaxshi ko'radiganimga shartiniga o'qitib olaman. Ikkinchisi bo'pmi, uchinchisi bo'pmi? Qachon keladi deb kutib turasiz? Yo'q-a. Men hayotda unaqa qilmayman. O'zim baribir o'zimniki qilib olaman. Bo'ydog'i bo'lsa uylaning deysiz-da, uylaning, qiz ko'ring deysiz. Agar oiladan ajrashgani bo'lsa, o'sha hayotda uylantirmayman o'zim.